Yo, hammaga salom YouTube ahlisizlar bilan bugun men Askraf. Bugun biz Minecraft hardcore survival'amiz. Albatta bu Minecraft Java bo'ladi. Men anchadan beri telefonda shunaqa Minecraft Java'da hardcore survival qilishni orzu qilardim. Yana bizda qo'rqmanglar, bizda Optifine bor. Bizda FPS juda ham baland bo'ldi. Hozir men chanklar просто 12 o'shanga 40 FPS ishlayapti. Bizga hozir normalniy hozir chanklar to'qib qo'yaman sizlar uchun. Do'stlar videoni boshlashdan oldin albatta kanalga like va obuna bosib qo'yinglar iltimos. Hozir biz yaqinda 50 ta bo'lamiz. Undan keyin streamlar boshlasak bo'ladi. Let's go do'stlar. Sizlar kanalga obuna bo'lsanglar bo'ldi men uchun. Obuna bo'lgan bo'lsanglar kattakon rahmat. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar mayli. Obuna kutaman. O'z videoni boshlaymiz. Xo'p do'stlar, boshlashdan oldin kucha o'radim. Qaranglar, mana ko'rib biz hardcore'damiz. Qaraysiz, ya'ni hardcore'da emas demoqchilar. Demaysizlar ham, mayli aytib qo'yaman o'zi. Hozir men aytganimda chanklar tushiraman hozir. Chanklar baland rostini aytsam 12 ta chank qo'yganman, nega bilmayman. Normalniroq bo'lsin dedim sizlarga 6 chank qo'ydim. 8 chank ketadi menimcha. Hammada 8 chank turadi. 8 chank tozibda FPS necha? Xo'sh, mana qimmat tursak. Qimmat pasayib tursak. Agar uncha uzoq ko'rinmasa 80 FPS ishlayapti, uzoq ko'rinsa 50-60 FPS ishlayapti. Menimcha bu norm. Video ko'rishga hammaga qulay bo'lgan bo'lsanglar, qulay joylashib olinglar. Video 10 minutcha bo'ladi. Ya'ni yarim soatcha bo'ladi. Xo'sh, unda biz videoni boshlaymiz. Biz videoni boshlash shartdagi. Misol shartdagi. Shundan borayapti. Biz sirasi kuchayib olganmiz do'stlar. Qaramaysizlar. Endi boshda sizlarga men videoni boshdan kuchayib o'tirib kelmadi. Nima уже настройкалар to'g'ri mos qo'ygandan keyin tezlik olishga nima derdi. Ya'ni o'zim ozgincha unda qotmaydigan Minecraftda o'zim ozgincha survival qilishga harakat qilib ko'rdim. O'xshadi. Xo'sh, umuman qotmaydi Minecraftimizda. Kim sezib narsani? Umuman qotmayapti. Xuddi kompyuterdek ishlayapti. Yaxshiliklar turibdi. Hozir bu o'rtasizlarmi? Mayli, qonim ochadi. Boshqa degan narsa yo'q. Meni kechiringlar. Mana senga. Senisiga men kirib yana kim bor? Qonim och. Umidi topdim. Qochaman deb o'yladingmi? Sen cho'chqa aytaman bo'lyapsan. Yo'q, cho'chqaning cho'chqa bo'lar ekan do'stlar, nima bu? Maymun cho'chqani urish qiyin bo'lyapti. Voy, chakrab urib o'tyapti cho'chqani. Urib o'tyapti. Ne? Biz endi firstga qo'yamiz pechga. Let's go. What? Do'stlar, biz yo'q, biz narsalarimizni menimcha hamma yoq OP chiqyaptilar uchun. Telefonda bilan qolmasdan o'ynash rosa qiyin. Optifine versiyani oson bo'lmadi. Sizlar shuncha harakat uchun videoga like va obuna bosib qo'yinglar. Optifine versiyani uncha oson bo'lmadi, chunki men o'tishiga ancha kuch o'tirdim. Video 10 minutcha bo'ladi. Biz videoni chiqarib kesmasdan video olamiz. Kessam hozir hardcore survival buzilib qoladi. G'alati bo'lib qolaman rostini aytsam. Boshqalar g'alati emas, lekin menda g'alati bo'lib qoladi. Men tashqari shuncha yaxshi ko'raman. Armonu bu yerda arla bormidi? 3 yil Minecraft o'ynab 1.16 versiyada araba borligini bilmabman. Balki Java'li shunaqadir.
yana bilmem. Bunu do'stlar, men videoda umuman kesman dedim. Hozir kesganim yo'q. O'zim to'xtatib turdim. Hozir juda ketishyapti, rosa tezga tushdi. So'ng o'lib ketmasam bo'ldi hozir. O'lib ketadigan bo'lsak, juda ham nafrat bo'laman. Nima o'ylashimcha o'lib ketamiz. Chunki bizda ovqat bor. Deyarli hamma narsa bor. Hozir kerakli blok narsalar olaman va tayyor. Bizda hamma narsa bemalol. Quyosh ham botdi. Bizda yarqi shunaqa balandmas. Shuning uchun unaqa yorug' bo'lmaydi. Mayli, bolta bilan yupon yerdamiz do'stlar. Kimlardir spawnni ko'rgandek bo'laman hozir. Kimdir spawn bo'ldi shu arikani. Ha mayli, qo'y yo'qdi. Hatto qo'y bo'lganda hozir toza go'sht bor, no yaxshi. So'z o'limizdan ro'zikan seryozni o'chdan qo'rqyapman. Hardcore survival boshqa ishga qolish. Sharmon uncha bu ko'p cho'yapti. Sabah yutaman o'yladingmi? Men bu o'ynashmagan, yomon qo'yaman. Sanasini beraman. Nima? Yo'q, bular qochish kerak. Yo'q. Bu yomon o'yapti. Yo'q, qochish kerak. Unaqa vaziyatda shunchaki tepaga qurib ket. Dishgan. Yo'q, bunga bilaman. Bahona qilmasin-chi. Ben senga nima xalaq beryapman? Bahona to'qimagan. Ijodga nima deydi? Hop do'stlar, men siz o'zim tutib turaman. Do'stlar, biz hozir Minecraftga yetdilar bugungacha. Mana shu tafaga qilamiz. Hop do'stlar, men afakalik qilaman deb tushib ketib qoldim. Sharmanda. Shuncha namoz biz bitta uxlab olamiz. Yomon qiynayapti zombilar. Shuningdek ko'cha tashqarida mana bir 10 ta zombi kutib turibdi-da. Videoni yoqishga ulgurmay qoldim zombilar ko'pligidan. O'sha uchun namozimizni ancha uzatamiz va yashir afakalik qilgan joyimizdan. Bilmayman, tushib ketdimmi, siklet itarib oldim, aniq esimda yo'q. Siklet itarib oldi. Tushib ketganim yo'q edi. Antidio. Qo'ygan joyim. Bizda ovqat ham ko'p turibdi. Ovqat ham qolmagan. Tasavvur qilasizlarmi, qanaqa qiynalganim? Bizda endi nima bor? Ko'rib turibsizlar, bizda kravat bor. Ikkalasi kelishib olganmi, mana? Bular ham o'lishi rosa qiyin. To'yga ipini. Sho'mayu. Onu pishyapti, sen ham pishyapti o'ziga qo'shib. JavaScript onlari. Bu yerda grepper. What? Nimani do'stlar? O'rqa qochaman deb o'yilib ketishimga sabab bo'ldi. Qorni ochsin, bittasi kelib shapat berib keladi. O, men bilan qo'yga o'xshab. Let's go. Xarosh.
Hozir normalni çünkü bize уже birinchi kun çünkü birinchi kunni ham o'tkazib oldik. Bu xarosh birinchi kundan bilmadik. Minecraft hardcore telefon javada. Nurotdan ham g'arat eshitildi. Xo'sh, maqsadlar biza konga tushishimiz kerak. Men o'shanga ovqat yig'yapman konga tushishga. Konga ovqat tushish eng birinchi bo'ladi. O'ylashimcha to'g'ri ham даже. Streamda jinni emas, lekin ular zo'rlanganiga ular mumkin. Xo'p do'stlar, video 10 minut bo'libdi. Sen o demek mi? Çünkü uygar şimdi kapalı bileyim. Şimdi multiple professional ki yeni işe oluyor. Mol var iken. Mol hem tezak olursa bitti şaka değil böyle. Şu iki de cünden formayı seçen böyle. Şu erken bu kere böyle şu mümkün. Oğlamıza. Şu erken film falan zaten. Ama şimdi de başka çıkar yatırağımıza. Ben burada tez stream başlayacağım. O'shangizlar obuna bo'linglar kanalga. 4 obunachidan keyin biz stream qila olamiz. Stream degan jonli efir. O'shangizlar obuna bo'lishinglar kerak. Mana stream qilyapti. Sizlarga streamni ko'rish qiziq bo'lsa, albatta obuna bo'lishinglar kerak. 4 obunachidan keyin bo'ladi streamimiz. Chunki 4 obunachidan keyin 50 ta obunachi bo'ladi. 50 ta obunachidan keyin stream boshlanadi. Kim buni bilmasdi, YouTube'da 50 ta obunachidan keyin stream bo'lishini. No, albatta bu muhim narsa, chunki 50 tadan keyin stream bo'ladi. Ya sen nima shuni? Mayli. Bu barashni bermaydi menga. Yoki o'layim. Otxona, mashina o'tirish kerak. O'tirishsin. Men sigara ichib kelaymi? Kelmas bo'lsa ham mayli. Hech nimadan qo'yib ketaman, ishlab qo'yibman. Xo'sh, hozir biza pechka. Yo'q, pechka yo'q ekan bizada. Olg'ay bo'lishga. Kolay olamiz biz bilan. Tosh qo'yimiz, let's go. Do'stlar, kommentda kimdir yozib yuborsin, Articraft serveriga qanday kirishi. Agar Articraft serveriga kirish kimdir kommentga yozib yuborsa, keyingi videoda Articraft serverida anarxiyada o'ynaymiz. Xo'sh, ya'ni keyingi streamda demoqchiman. Keyingi shu videodan keyin 30 ta bo'la 40 ta bo'la 50 ta bo'la olamiz. 50 ta bo'lsak, men streamda anarxiya serverida o'ynayman. Sizlardan iltimos qilib kutib qolaman, bunday bo'lishinglarni. Iltimos qilishim shart emas, obuna bo'lasizlar. Stream uchun men ham stream qilib ketdi, o'shalarga o'xshab. Masalan, oddiy bir 60 ta obunachilik odam stream qilyapti-da, streamda 1000 ta yaqin odam qatnashyapti. Shunga men ham stream qilib ketdi-da. Shunga do'stlardan obuna kutaman. Like, obuna va like. Like unchalik emas, lekin ortiqcha qilmasdi. Nima toshni yig'olamiz. Esim uchdi. Biza xo'sh, nima esimizda pechka.
yo'nti biza. Xo'sh, mayli. Biza hozir pechga. To'rtta pechga solamiz. Demak, yoz to'rtta yasadim. Buni ham nasib qilamiz. Mana bo'ldi. Masala qo'lga olamiz. Bo'lyapti. Manda zo'r bo'luvchi yo'q Minecraft. Yo, men balonchi samra bit. Musika chiqib ketdi. Ovqat sovuq pishyapti. Kutishdim. Obuna bo'linglar, kutishdim. Hop, endi biz pishgan go'shtlarni tekshirib chiqamiz. Ancha narsa pishib qolibdi. Qo'y go'shti pishibdi hozir. Qonni ko'rib qo'rqib ketasizlar. Yetdi. Ular biz go'shtlar bilan bemalol uchamiz. Judayam hozir qonga olaman. Qolgan patmasiga ketamiz. Jonkam bo'lib qolsa. Bestga o'tish lazım. Mol go'shtini ham pishiramiz. Mol go'sht ko'proq. Bunda go'sht katta. Okey. Og'riq pishyapti. Neydi sho'rni? O'tni ham pishibdi. Qanday ancha ko'p. Endi biz ularni yig'ishtirib chiqamiz. Inventariyani to'g'rilab olsam. Hozir qo'limda go'sht bor. Demak, bu go'shtlar bizga kerak emas. Kravatam har ehtimol bo'lib bo'lsin. Keyin biz fakal ichimiz. Kelib tushyapti vaqtiga. Chicken. Uxlashdayım. Juda g'alati uxlashi. Mayli. Okey. Kelayotganimiz. Gulcha. Endi g'orga tushamiz. Mana g'orning yonimizda g'or bor ekan do'stlar. Ne. Yo'q. Judayam xavfli. Biz hozir ikkinchi qo'limizga fakal olmasak, siqib bilan ishlamaydi. Ishlamasligi mumkin. O'ylagan narsa hozir biz bunday qilayotganda yorug'lik berish kerak. Ishlayotgan judayam yaxshi. Mana mislarlar ham bor. Biz yig'ishtirib olamiz. Daraxt maqom.
ukam aytibdi daraxt oling deb, ukam qurib o'tirib o'ynayotganimni. Unda daraxtim yo'q ekan, lekin ukam uzoq payt eslab qoladi. Daraxt sotib kirsam, yana daraxt olib chiqishga ketgan bo'lardi. Biroq instrument yasash uchun, masalan, cho'p yasash uchun yomon arstol deb o'tgan. Xat ko'rdim. Undan qo'rqadi. Baribir jonim kam qilib, qo'shim ketkizib bekorga. Nima qilaman? Let's go. Qaysi bir? Birinchi temir. Xo'sh, ishlaymiz. Cho'chqani qarqorga teshib qo'yaman. Hadi temirga qo'shib. Oh yeah. Hatto suv qilishga zo'r versiya. Normal versiya. Bu versiyada temirlar hali ham blok ekan. Temir. Yana. Bu hozir o'ynayotgan versiyam 1.16. Kim buni qiziqayotgan bo'lsa, 1.16 versiya. Menimcha suv uchun normalniy versiya bo'ladi. Bu versiyada temirlar bomba bosib ham bo'ladi, rosa ko'p ham bo'ladi. Judayam yaxshi. Kimga bu yaxshini kommentga yozib qoldiringlar. Mana gapiryapman. Ovozimga qaramanglar, o'zim shuni seriyozini gapiryapman. Xo'sh, qo'l teshib bilaman. Hop. Sibdash kiramiz. Bo'ldi, o'qish ekan. Shunday qilib qo'yaman. Hop, biz endi temirlar tiqishni boshlamoqda. Ikki bo'lamiz. Qimor ham shu bo'lamiz. Okey. Bekda qimor qo'yib. Ko'rdim. Odam diqqatli bo'lsa, mana shu narsalarni o'tkazib yubormaydi. Men super diqqatliman. O'zingizlar ham diqqatlisizlar. Ascraft'ni obunachilar juda ham diqqatli. Xo'sh, unga. Okey. Ne. Xo'sh. What the? Ne. Ko'ramiz. Ne. O'z bilan temirlar pishyapti. Har qanday qashor qilib turan. Pertepki. Cho'ta Minecraft botdi. Normal hamma demirlar olib chiqish kerak. Minecraft Java in oson versiya. O'zi ko'pchilikdan kuchayib ketganimizdan hozir çok kerak. Java Pro 8 tasan. Keyin bizga nima kerak? Sheet kerak. Hozir birinchi o'rinda sheet. Sheet qani? Bo'ldi. Bittadan sheet. Tamom, bo'ldi. Sheet Mario'ga ko'chib turamiz. Hozir bunga o'tirsam bo'lar ekan. Onda ko'p bo'lgan ekan. Onlarda ham bor ekan. Oy. 22'de Dimmer. Hoş bize qiladi.
Kimde tabor. Kenge. Tabor bor. Xullas bizada. Narsalarimiz o'rtashida hozir. Oqa tursin. Bular qayerga ketdi? Jirat tursin. Temir tursin. Temir pikaks olganimizga ham topshiriq bajarildi. Safaring. Onu olamiz. To'g'ri, adashmasam ko'chada kech qolaman. Kech qolmasin. Mayli, biz hozir mencha full bunaqa yasab oldik. Endi bizga chelak. Just play. Kimga ham yetmayapti juda. Let's go. Start. Qo'yamiz. Tursin. Sen bor. Sen mana yo'qdir bor. Bo'ldi. Ketdi. Xabar bo'ldi. Okey. Bularni olamiz. Ancha hardcore juda ham zo'r bo'lyapti. Hozir o'ynadik, yana bizada full deyarli full temir. Zaharli odamlar. Ne. Olur gidesin. Koyalım. Kabul. Bu tutlar o'lishimiz qoldi, yalmozdi. Uzana zaharlash bo'lib qoldi. Nega uxlamayapman? Kech qolmasmi? Kech vaqti yo'qmi? Yo'q. So'qmoshli. Yo'q. Man jinniman. Yordam survivaliyam. O'lib ketib. Evele. Ahmoq bo'lamanmi? Tekrar seviyoruz. Bizden çıkar. Seviyoruz. Login'i bir acaba da yazmayan da ki asmı yazman Ascraft ne de olacak buyruğu da hoş notoru parol 2 marta urinish oldu hatta urinish notoru parol ya so'nilar ham bor ekan qolgan vaqt vaqtlargacha bor ekan yes register hoş login yapıyoruz siz belirlangan vaqt ichida tizimga kira olmadingiz nega bunday serveri hoş, ну, do'stlar qaytamiz.